Erkak kishini ikkita narsa sindiradi. Ayollar bilan ichkilik sindiradi. Ikkita narsadan uzoq yursa, erkak любой narsani yenga oladi-da. Любой ishni qila oladi erkak. Agar shu ikkita narsadan o'zini tiysa, Alloh ham yo'lini ochadi har bir narsani. Yomon qizlar yo'q demayman aka, lekin hozircha ro'zadan tutib turaylik. Robbim nasib uchratarmiz o'zimizga bo'lsin. Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, bitta haqiqat aytaymi sizlarga so'kinmasdan. O'sha sevganingiz sizdan ko'ra boyroq, sizdan ko'ra kelishganroq yigitni ko'rganda yigitim yo'q deydigan darajada sevgan.